Nechi pulda olasiz buni endi? Nechi pul olasan? Sansiramasdan gapiravering. Holatlari ideal ekan. Hop, 102 ta cheker. 256 talik korobkalari bor. Bor. Nechi pul qilib berasiz? 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar 256 talisimi? O'zi 1300 u yengisi. Sal kelishtirib eting. Hop, ayab ishlatgan ekansiz. Holati tiniq ekan. Chiroyliroq narx qilib bering. Shuncha keldim oldingizga sergili turar ekansiz. Nechi pul bo'ladi yana narxi? Ayting, 1000 dollar bersam bo'ladimi? 1100? 1100. Ne, undan kam bo'lmaydimi? Yo'q. Garantiya berasizmi telefonga? Beraman. 100%? 100%. O'zi rozimisiz 1100 ga? Roziman. Qarshi 1,5 ming deb yomon qildingiz lekin borib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sana oling pulingizni. Sansirab tashildi. Xudo xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa o'zimiz borib olib ketamiz. Bizga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Buni tekshirib olaman faqat. Chetroq tekshirib olaman-da. Yuring, tekshirib